Men Jaloliddin Manguberdi izlovchi sifatida intizomga amal qilishni birinchi o'ringa qo'yaman. Har kuni yangi bilim va ko'nikmalarni egallab, o'z ustimda ishlayman. Jamoada ishlash, buyruqlarni bajarish men uchun ustuvor vazifadir. Maqsadim kelajakda yurt xavfsizligiga hissa qo'shishdir. Harbiy liseyda tahsil olayotganim vatan oldidagi mas'uliyatning bir qismidir. Bu yerda men intizom, tartib va yetakchilik ko'nikmalarini egallab bormoqdaman. Litseyimizdagi har bir mashg'ulot menga kuch, sadoqat va ishonch beradi. Kelajakda men yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilishga tayyorman. Harbiy lisey o'quvchisi sifatida mening vazifam intizomga qat'iy amal qilib, berilayotgan bilim va ko'nikmalarni puxta egallashdir. Maqsadim shu yerda olgan bilim va tarbiya asosida vatan xavfsizligiga munosib xizmat qila oladigan harbiy mutaxassis bo'lib yetishishdir. Biz yoshlar litseyimizda yaratilayotgan bu imkoniyatlardan oqilona foydalanmoqdamiz. Maqsadimiz kelajakda armiyaga foyda keltira oladigan ishonchli va malakali kadrlar bo'lishdir. Kelajak uchun aniq maqsad qo'ygan, vatan himoyasiga doimo tayyor bu kabi yoshlarni ko'rib, inson qalbida faxr va iftixor his qiladi. Ularning orzulari, intilishlari va qat'iyati yurtimiz kelajagiga ishonch bag'ishlaydi. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvimizning bu galgi sonida aynan shunday mard, jasur va vatan oldidagi burchini doimo his qiladigan yoshlar tarbiyalanayotgan maskan Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey faoliyati bilan tanishamiz. Jaloliddin Manguberdi nomidagi harbiy akademik litsey o'z oldiga yurtimiz uchun jasur, intellektual va mas'uliyatli kadrlarni tayyorlashni maqsad qilgan nufuzli ta'lim maskani. Bu dargohda o'quvchilar uchun zarur bo'lgan barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, har bir yo'nalish bo'yicha zamonaviy va qulay ta'lim muhitiga ega. Avvalo ingliz tili va rus tili xonalari o'quvchilarning chet tillarini puxta egallashi uchun zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Interaktiv darslar, eshitish matn mashqlari va amaliy suhbatlar yoshlarda nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ularni xalqaro maydonda o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan darajaga olib chiqadi. Astronomiya, tarix, fizika va biologiya xonalari esa o'quvchilarning ilmiy dunyoqarashini kengaytiradi. Bu xonalarda tajribalar, kuzatuvlar, tarixiy manbalar bilan ishlash yoshlarning kuzatuvchanligi, tahliliy fikrlashi va ilm-fanga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi. Ular nazariyani amaliyot bilan bog'lab, fanlarning hayotiy ahamiyatini chuqurroq anglaydilar. Axborot resurs markazi esa yoshlar uchun haqiqiy bilim maskani. Bu yerda ular darslarga tayyorgarlik ko'rish, mustaqil o'qish yoki qo'shimcha adabiyotlar bilan shug'ullanish imkoniga ega. Axborot resurs markazi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, izlanish olib borish ko'nikmasini oshiradi. Ushbu litseyga kelishimdan maqsad kelajakda oliy harbiy o'quv yurtlariga o'qishga kirib, 7 kun mutaxassis ofitser bo'lib chiqishni o'z oldimga maqsad qilib qo'yganman. Ushbu litseygacha men turli xil imtihonlardan o'tib qabul qilindim. O'qishga qabul qilinganimdan so'ng men o'z oldimga qo'ygan maqsadlarim sari ildam qadam tashlayapman. Litseyda bizga yetarlicha shart-sharoitlar mavjud. Ushbu shart-sharoitlarni sanab o'tadigan bo'lsam, juda ham ko'p. Bunga misol qilib aytadigan bo'lsam, zamonaviy sinfxonalarimiz, kutubxonalarimiz, sport bilan shug'ullanishimiz uchun bo'lsa bizga turli xil trenajyor zallari bor va bundan tashqarida shug'ullanishimiz uchun ham turli xil asbob-uskunalar bizda yetarli. Bundan tashqari bo'sh vaqtlarimizda ommaviy sport ishlari bilan shug'ullanishimiz uchun futbol, voleybol, basketbol maydonlarimiz ham mavjud. O'zimning yutuqlarim haqida gapiradigan bo'lsam, men ushbu litseyga kelgandan so'ng ingliz tili fanidan milliy sertifikatni qo'lga kiritdim va bundan tashqari matematika fanini ham chuqur o'rgandim. Jaloliddin Manguberdi muzeyi esa litseyning ma'naviy o'chog'i hisoblanadi.
Bu yerda buyuk sarkardaning hayoti va jasorati bilan yaqindan tanishgan o'quvchilar vatanga sadoqat, mardlik va qat'iyat ruhini qalbiga singdiradi. Muzey yoshlar uchun tarixiy saboq, kuch va ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga har haftada o'tkaziladigan kitobxonlik tadbirlari o'quvchilarning tafakkurini charxlaydi, nutq madaniyatini rivojlantiradi. Badiiy va tarixiy asarlar muhokamasi ularda tahlil qilish, fikr bildirish va xulosaga kelish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu hafta mavzu Jaloliddin Manguberdi hayotiga bag'ishlanib, yoshlar buyuk sarkardaning jasorati haqida suhbatlashishmoqda. Vatanparvar ko'rsatuvini ko'rib, men Jaloliddin Manguberdi litsey haqida ma'lumot to'play boshladim va bu yerga o'qishga kirdim. Bu yerga o'qishga kirganimdan so'ng men ikkitadan sertifikatni qo'lga kiritdim. Matematika, fizika. Hozirda 3-sertifikat, ya'ni ona tili fanidan sertifikatga tayyorlanmoqdaman. Bundan tashqari litseyimizda faqat aniq fanlar yo'nalishi bo'yicha emas, balki rus tili, ingliz tili sohalari bo'yicha ham har xil mashg'ulotlar, darslar o'tiladi. Har hafta bo'ladigan kitobxonlik dasturida o'tiribmiz. Mana guruhimiz hozirda Jaloliddin Manguberdi hayoti va ijodini mustahkamlash, chuqurroq o'rganish maqsadida tadbirga yig'ildik. Jaloliddin Manguberdi qisqa umri davomida, ya'ni 33 yil umri davomida juda ko'p islohotlarni, janglarda qatnashgan. Haligacha bir necha 100 yil bo'lgan bo'lsa ham, hali ham ismi abadiy yashab kelmoqda. Jaloliddin Manguberdi bobomiz dunyo tan olgan sarkarda hisoblanadi. Men ham Jaloliddin Manguberdi bobom singari mard, jasur va vatanparvar bo'lib, O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Har juma kuni o'tkaziladigan ochiq eshiklar kuni esa maktab o'quvchilari uchun litsey hayoti bilan yaqindan tanishish, dars jarayonlarini kuzatish va bu muhitda o'qiydigan yoshlarning intilishi bilan tanishish imkonini beradi. Bu tadbir yoshlar qalbida harbiy soha, intizom va yurt himoyasi yo'lidagi mas'uliyatga qiziqish uyg'otadi. Sport va jismoniy faollikka qaratilgan sharoitlar esa o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini mustahkamlaydi. Sport zallari, ochiq maydonlar va maxsus trenajyor xonalari yoshlarning kuch-quvvati, chidamliligi va jismoniy tayyorgarligini oshiradi. Musobaqalarda erishilayotgan yutuqlar esa ularda g'oliblikka intilish, iroda va fidoyilikni tarbiyalaydi. Litseyda o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi va intizomini kuchaytirish maqsadida qo'l jangi bo'yicha maxsus mashg'ulotlar yo'lga qo'yilgan. Bu mashg'ulotlar davomida o'quvchilar o'zini himoya qilish usullari, tezkorlik, bardoshlilik hamda muvozanatni saqlash kabi muhim ko'nikmalarni egallaydilar. Qo'l jangi darslari nafaqat jismoniy kuchni oshiradi, balki o'quvchilarda matonat va o'ziga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Mazkur mashg'ulotlar yoshlarning sog'lom turmush tarziga intilishini, irodaviy sifatlarini va jamoada ishlash madaniyatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Men o'zim bu sport turi bilan 9 yildan buyon shug'ullanib kelaman. Shu paytgacha viloyatlarda birinchilik, respublikada o'rinlarni olib va undan tashqari Osiyo Kubogi va Osiyo chempionatlarida ham faxriy o'rinlarni egallab kelganman. Bu o'rinlarni egallashimda murabbiylarimni va ustozlarimni hissalari juda katta va bundan keyin ham bo'ladigan musobaqalarda faxriy o'rinlarni olib, yurtimiz bayrog'ini ko'kka ko'tarishga va'da beramiz. Litsey haqida gapiradigan bo'lsak, bu litseyimizda juda ko'plab sharoitlar yaratilgan, ayniqsa sport uchun. O'zimizning trenajyor zallarimiz bor, har xil qo'l jangi, milliy kurash, undan tashqari voleybol, basketbol, futbol, har xil sport turlari bilan shug'ullanish mumkin. Sinfxonalarimiz ham zamonaviy interaktiv doskalar va zamonaviy qilib jihozlangan. Kelajakda bu yerni bitirgandan keyin hammamiz o'zimizning maqsadimizga erishish uchun oliy harbiy bilim yurtlariga topshiramiz. Men o'zim aviatsiya harbiy bilim yurtiga topshirmoqchiman. Bu sport turini tanlashimdan maqsad, bu sport turi harbiy yo'nalishlarda, yaqin janglarda juda ham qo'l keladi.
dushmanni yaqin janglarda mag'lub qilish, chidamlilikni oshiradi, intizomni kuchaytiradi. Ayni shu sabab ham bu sport turini tanlayman. Yutuqlar muzeyi xonasi o'quvchilarning mehnati va intilishlarining amaliy natijasidir. Bu yerda turli sertifikatlar, kubok va medallar, faxriyorliklar jamlangan bo'lib, yoshlar uchun motivatsiya manbai bo'lib xizmat qiladi. Har bir o'quvchi o'zidan avvalgi g'oliblarga qarab, yanada ko'proq harakat qilishni istaydi. Litseyimiz prezidentimiz tashabbusiga asosan 2023-yilda tashkil qilingan. Hozirda 300 dan ortiq o'quvchi tahsil olmoqda. Litseyimiz aniq fanlar yo'nalishiga ixtisoslashgan. Bu yerda fizika va matematika fanlari chuqurlashtirilgan holatda o'tiladi. Bundan tashqari ingliz tili, rus tili fanlari o'tiladi. Prezidentimiz 2024-yil 1-marta tashrif buyurganlarida qo'shimcha ikkinchi kurslar uchun ikkinchi tilni kiritishni taklif qilganlar va shu asosida hozirda ikkinchi kurslarimizga nemis tili ham o'qitilmoqda. Barcha o'qib kelayotgan yoshlarimizda deyarli ikkitadan, ya'ni fizika, matematika fanlaridan, ba'zi o'quvchilarimizda matematika, ingliz tili fanlaridan xalqaro va milliy sertifikatga ega. Ushbu o'quvchilarga 31 nafar xalqaro va milliy sertifikatning yuqori darajasidagi ega bo'lgan o'qituvchilar ta'lim berib kelmoqda. O'qituvchilarimiz magistraturani tugatib, ba'zilari PhD darajasidagi fan o'qituvchilari. Ikkita sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarimiz fizika, matematika sertifikatlariga ega bo'lgandan keyin bularga tillarga, ya'ni ingliz tili, nemis tili, rus tili tillariga yo'naltiramiz va shu fanlardan ham xalqaro sertifikatlarni olishga imkoniyat yaratib beriladi. Sharoitlarimiz mana ko'rib turganingizdek respublikada yagona deb bemalol ayta olamiz. Bu yil bir o'ringa 20 nafar o'quvchidan to'g'ri kelgan. Shu bilan 150 nafar o'quvchini har yili qabul qilamiz. 300 nafar o'quvchi tahsil oladi bu yerda. Bundan tashqari bu yerda 4 xil yo'nalishda fan to'garaklari tashkil qilingan. Otish tayyorgarligi, robototexnika va IT to'garagi. Bu robototexnika va IT to'garaklarida hozirda harbiylar uchun juda zarur bo'lgan dronlarni uchirishni, o'quvchilar dronlarni yasashni o'rganadilar. Bu yerdagi o'quvchilarimiz asosan vatanparvarlikka, vatanni sevishga, yurtga sadoqat ruhida tarbiyalanadi. Har bir o'quvchimiz vatan uchun kurasha oladigan, har bir o'quvchida Jaloliddinning ruhi singib, Jaloliddin kabi bo'lishga harakat qilib tarbiyalanadilar. Matematika fanini o'qiyotgan har bir o'quvchilarimiz albatta Al-Xorazmiy izdoshlari singari tahsil olib kelmoqdalar. Sport to'garagi ham o'z faoliyatini yuritib keladi. Sport to'garakda mana hozirda bizda o'zimizni o'quvchilardan 2 nafar o'quvchimiz Osiyo chempioni bo'lib kelgan. Yaqinda sentyabr oyida bir nafar o'quvchimiz, yaqinda mana oktyabr oyidagida Usmon Kombat yo'nalishi bo'yicha Osiyo chempioni bo'lib keldi o'quvchilarimiz. Bundan tashqari o'quvchilarimiz xalqaro olimpiadalarda, fan olimpiadalarida, viloyat, respublika fan olimpiadalarida qatnashib keladilar. Mana shu Xorazm viloyatida joylashgan litseylar orasida olib borilayotgan memorandumimiz bor. O'sha memorandum asosida kiritilgan olimpiadalar tashkillashtirish. Bu olimpiadalarda ham o'quvchilar har doim yuqori o'rinlarni sport yo'nalishi bo'yicha ham, fan yo'nalishlari bo'yicha ham yuqori o'rinlarga ega bo'lib keladilar. O'tgan yilda ham asosiy olimpiada, ya'ni respublikada tashkil qilingan asosiy olimpiadada matematika, informatika fanlari bo'yicha yuqori o'rinlarga o'quvchilarimiz erishdilar. Bu litsey asosan harbiy sohaga mo'ljallangan bo'lib, bu yerni bitirgan o'quvchilarimiz O'zbekiston Respublikasidagi harbiy yo'nalishdagi akademiyalar uchun 30% imkoniyat, ya'ni imtiyozi bor. Boshqa oliy ta'lim muassasalariga 15% imkoniyati bor. O'sha o'quvchilarimizni biz hozirda ijtimoiy yo'nalishga, ya'ni ona tili, tarix, rus tili fanlarini o'qitishga diqqatini qaratyapmiz. O'quvchilarga konsertlar uyushtirib beriladi. Sharq dastasi to'garagi, yana teatrlarga, Xorazm viloyatida joylashgan Manogohiy teatriga o'quvchilarimiz boradi. Har haftada bir marta muzeylarga o'quvchilarimiz boradi. Yana Chavandozlar maktabi bilan memorandumimiz bor. O'quvchilar haftada har hafta bir guruhimiz o'sha Chavandozlar maktabida ot minishga qatnashib keladilar. Buning asosida nima? Buning asosida o'quvchilarimiz otda o'zini viqorlatishi, ya'ni yana ayta olaman, shu Jaloliddinni takrorlashlariga zamin yaratiladi shu bilan birga. Zakovat to'gariga qatnashadigan o'quvchilarimiz ham bor. Respublika bo'yicha 7-o'rinni egallab kelishdi. Xorazm viloyati bo'yicha hozircha 2-o'rinda turibdi o'quvchilarimiz.
zakovat jamoamiz bor. Har haftada payshanba kuni respublika bilan birgalikda respublikada o'tkaziladigan boshqa zakovat turnirida ishtirok qilib keladilar. Har hafta payshanba kuni bu jarayon yana davom qilib ketaveradi. Bu zakovat to'garagimizdan tashkillashtirishdan ham maqsad o'sha terma jamoa bo'lish, ya'ni jamoada bir-birini to'ldirish, o'quvchilarning bir-biriga kamchiliklarini to'ldirish yoki bo'lmasa ilmini oshirish, zehnini o'tkirlash maqsadida shu to'garaklarga o'quvchilarimiz jalb qilinadi. Bo'sh vaqtida o'quvchilarimiz axborot resurs markazida badiiy kitoblar o'qishlari mumkin. Shu yerda 11 mingdan oshiq badiiy adabiyotlarimiz bor. Bu adabiyotlar orqali o'zlariga kerakli bo'lgan bilimlarni olishlari mumkin. Yana internet orqali ham qo'shimcha turli xil ma'lumotlarga shu axborot resurs markazimizda ega bo'lishlari mumkin. Har doim shanba kuni ham ish faoliyati yuritadi. 7:30gacha, kechqurungi 7:30gacha. Ya'ni o'quvchilar mustaqil tayyorgarlik vaqtlarida bemalol kirib o'zlari shug'ullanib, kitob o'qib, ma'lumot to'plab, kerakli ma'lumotlarni o'ziga yig'ib olishlari mumkin bo'ladi. Yana ma'lumot sifatida sizga shuni e'tirof etib ayta olamanki, matematika fanidan milliy sertifikatga o'quvchilarimiz testlar topshirdilar va 101 nafar o'quvchimiz milliy sertifikatga ega bo'ldilar, yuqori darajadagilarga ega bo'ldilar yana. Yana ingliz tili, ona tili, tarix fanlaridan ham milliy sertifikatlarni, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kirityapti o'quvchilarimiz. Bu albatta o'qituvchilarning ham, o'quvchilarning ham yutuqlari deb bemalol ayta olaman. Mana shu yerni bitirgan har bir yosh o'quvchi O'zbekistonning munosib kadr, O'zbekistonni himoya qiluvchi munosib Jaloliddin bo'lib yetisha oladi degan iborani to'liq ishonch bilan ayta olaman sizga. Shuningdek, litsey o'quvchilarining qulay yashash uchun yotoqxona va dam olish xonalari yuqori standartlarga mos tarzda tashkil etilgan. Tinch, toza va xavfsiz muhitda yashash ularga darsdan so'ng dam olish, mustaqil o'qish yoki qiziqishlari bilan shug'ullanish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning ruhiy osoyishtaligi va ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Litseydagi barcha sharoitlar, yaratilgan qulayliklar va tizimli ta'lim muhiti bir maqsadga xizmat qiladi. Yoshlarga sifatli ta'lim berish, ularda mustahkam bilim va kuchli xarakter shakllantirib, ertangi kunda vatan ravnaqi uchun fidoyilik bilan xizmat qiladigan yetuk kadrlarni tarbiyalash. Biz yoshlarni mardlik va vatanga sadoqat ruhida tarbiyalayotgan maskan faoliyati bilan tanishdik. Ularning mehnati va intilishlari o'z samarasini berishiga ishonamiz. Vatanparvar ko'rsatuvining keyingi sonlarida yana ko'rishguncha omon bo'ling.